Do'mbrobod atrofidan kottej qidirganlar diqqatiga. Mana variantimizni bitta ko'ringlar. Mana bu fasadga o'zinglar bitta baho berib qo'yasizlar. Metroni ko'rib turibsizlarmi? Yonginasida joylashgan. Sobir Rahimov metromiz bo'ladi, o'rtoqlar. Xo'p, 1,5 sotikka joylashgan 4 etajli podval mansardalari bilan o'rtoqlar. Hozirlarga ichkaridan bitta batafsil ko'rsatib o'tamiz. Uyimizga kiraverish asosiy katta darvozaxonamiz bo'ladi, o'rtoqlar. Kirganimizda mana shunaqa keng katta yo'lligimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerga ikkita avtomashinamiz bemalol sig'adi. Bu yerda alohida hovli-tamiz qoldirgan o'rtoqlar. Bu yerga letniy kuxnya qilib, bu yerga tapchon qo'yib oilaviy dam oladigan joy qilsanglar bo'ladi. Hozir ichkaridan batafsil ko'rib o'tamiz. Uyimizga kirib kelish asosiy eshigimiz bo'ladi. Bu yerda alohida xo'dam qoldirilgan, o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar, juda ham kattagina razmerda qoldirilgan, svobodniy planirovkada. Hozir sizlarga buni ikkinchi etajda bitadigan bo'lsa, tepadan yana tushuntirib beramiz. Xo'p, zinadan chiqqanimizda 3-etajimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizlar, xonani yorituvchi oynalarimiz qoldirilgan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. O'rtoqlar, o'zingizlar alohida juda ham zo'r planirovka qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda 3-etajimiz uchun balkon qismimizni ham ko'rishinglar mumkin. Hozir sizlar bilan 4-etajni ko'rib chiqamiz. Va nihoyat 4-etajimizni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, 4-etajimizda mansarda qismimiz ham qoldirilgan. Ko'rishinglar mumkin, kattagina razmerda. Xo'p, shundoq metro yonginasida joylashgan, shundoq sakrab o'tib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, Do'mbrobod, shundoq 201-maktabimizni orqasida joylashgan bo'ladi. Kottejimizni ko'rib turibsizlar, 1,5 sotikka joylashgan, 360 kvadratga tushgan bo'ladi. Xo'p, ko'rganinglardek zo'r variant. Tashqi fasadlari ham alohida bitta baho berib qo'yadigan variant, o'rtoqlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, egalari startoviy $115,000 berib yuboramiz deb aytishyapti. Bizning kanal orqali chiqsanglar, hali kelishtirib berishadi. Pastda egalari nomeri.